Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ushbu video qo'llanmamiz orqali taksi sahifasidagi 3 ta funksiyani ko'rib chiqamiz. 3 ta funksiyaning birinchisi taksi sahifasiga taksi e'lonini joylashtirish, taksi e'lonini tahrirlash va hozir yuriydi funksiyasi. Birinchi navbatda taksi e'lonini joylashtirishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Taksi e'lonini berish uchun kirish talab qilinadi. Bu yerda foydalanish shartlariga rozilik bildirish orqali kirishingiz mumkin. Google hisobingizni tanlaganingiz bilan u sizni taksi e'lonini joylash sahifasiga yo'naltiradi. Videoda ko'rsatilgani kabi barcha ma'lumotlarni o'zingizga moslab to'ldirib chiqasiz. Ma'lumotlarni joylab bo'lgach, e'lonni joylash tugmasini bosasiz. Bu yerda sizdan tasdiqlash talab etiladi. Ma'lumotlaringizni tekshirib, tasdiqlash va joylash tugmasini bosasiz. Endi sizning taksi e'loningiz profil sahifasida, bo'sh sahifada va taksi e'lonlari sahifasida joy oladi. Profil sahifasidan siz uni tahrirlash, o'chirish va hozir yuriydi funksiyasini qo'shishingiz mumkin. Qarabsizki, bo'sh sahifada ham bizning e'lonimiz o'rin oldi. Taksi e'lonlari sahifasida ham bizning e'lonimiz mavjud va bu sahifada birinchi bo'lib yuradigan taksilar yuqorida ko'rsatiladi va muddati o'tgan eskirgan taksilar oxirroqda turadi. Endi siz bilan ikkinchi funksiyani, profil sahifasidagi tahrirlash funksiyasini ko'rib chiqamiz. Tahrirlash asosan bizga biror bir yo'nalishga borganimizdan keyin orqaga qaytishga ham odam olib ketmoqchi bo'lsak, manzilni o'zgartirish uchun kerak bo'ladi. Ma'lumotlarni videodagi kabi o'zingizga moslab o'zgartirasiz. Yurish vaqtlari va kerakli ma'lumotlarni ko'rib chiqib, saqlash tugmasini bosasiz. Ma'lumotlar saqlangandan so'ng bo'sh sahifa va taksi e'lonlari sahifasini tekshirib chiqamiz. Taksi e'lonlari sahifasida bizning e'lonimiz bitta pastga siljigan. Chunki biz jo'naydigan vaqtni sal keyinroqqa surib qo'ygandik. Agar rejangiz o'zgarib hozir yurishni xohlab qolsangiz, hozir yuriydi funksiyasini yoqishingiz mumkin bo'ladi. Bu bizning video qo'llanmada ko'rishimiz kerak bo'lgan 3-funksiya. Ushbu funksiyaning afzalliklari hozir yuradigan taksilarni bo'sh sahifada va taksi e'lonlari sahifasida birinchilardan bo'lib ko'rsatadi. Undan tashqari ushbu funksiyaning afzalligi barcha ilovani o'rnatgan shaxslar uchun xabar boradi sizning taksi e'loningiz to'g'risida. Agar qo'shimcha savol va takliflaringiz bo'lsa, bo'sh sahifadagi shikoyat jo'natish tugmasi orqali jo'natishingiz mumkin.